Jdanov Layli mahallani biladiganlar bormi? Qaranglar, uy oldida laylilar in qurib qo'ygan. Qaranglar. Shunda uy oldida laylilarning ini bor. Bolalar mazaq tomon qilar ekan o'zi ham. Assalomu alaykum, bizdan kuzatib borayotganlar. Sevgili atrofidan hamyonbop yaxshi yuqdirib o'tganlar uchun Jdanov Layli mahallasiga kelganmiz. Yangiyo'l tumaniga qaraydi, Sergeli atrofida joylashgan. Mana shu chap qo'limizda turgan 3 sotuv 5 xonali xonadon sotuvga qo'yilgan. Sergelidan taxminan 4 kilometr masofada joylashgan bo'ladi. 4-5 kilometr uzoqlikda joylashgan. Yangi Hayot tumani bilan bitta katta yo'l yuzi ajratib turadi. Mana shu uyimizni obzorini qilib beramiz. Fayzli mahallada joylashgan, kommunikatsiyalarda muammo yo'q. Mana uyi oldida katta mana shunaqa joylari bor. Mana ko'ringlar, mashina qo'yib qo'ysanglar bo'ladi. Endi zeleniy zona qilmasdan mana shunaqa mashina qo'yish uchun akkuratni joylar qilib qo'yishgan. Qarindoshlar mehmonlar keladigan bo'lsa ham, bemalol ikkitalab mashina qo'yib qo'ysanglar bo'ladi. Uy oldilarini mana shunaqa chiroyli qilib qo'yishgan. Bolalar chiqib maza qilib laylidan tomosha qilib. Endi bismillah deb uyga kirib, uyga ko'rib chiqamiz. Kirishimiz bilan mana shunaqa usti naves qilingan darvozaxonamizni tapchanlar qo'yib yo tarafga salqinda maza qilib o'tirsanglar bo'ladi. Bu yoqqa mana bitta mashina olib kirib qo'ysanglar ham bo'ladi. Kattagina hovlisi bor. Uyi hovlidan ko'rinishi. 3 sotuv ham mana kattagina hovli bo'lar ekan. Olgan odam mana shunda keladi, maza qilib yashaydi. Chap tarafimizda bitta hojatxona ham qoldirilgan. Bu yerda mana stabilizatorlar qo'yilgan. Bu yerda rakvinalargacha qo'yib qo'yishgan. Hovliga bitta hojatxona qilingan bo'lyapti. Bu tarafdan kichkina yashil hudud ham qoldirilgan. Endi gullar ekib qo'ysanglar bo'ladi yoki bir chim sepib qo'ysanglar yana ham chiroyli bo'ladi. Uy oldidan podvolga tushish yo'li bor. Bitta xonani tegi yerto'la qilingan. Bitta oila maza qilib yashaydigan sharoitlari qilingan. Bismillah. Mana ko'ringlar. Bitta xonani tegi yerto'la. Hovlini past tarafdan ko'rinishi. Agar ikkita mashina olib kiradigan bo'lsanglar ham bemalol sig'ar ekan bu tarafga. Uy fasadlari privetdan chiqarib qo'yilgan. Uydagi qurilish 100% pishganishdan qurilgan. Qurilishi основаниясidan ham bemalol ko'rsanglar bo'ladi. Svetni cho'chidan o'chirib qo'yishgan ekan. Hozir endi mana svet yo'q, uncha sal xiroq ko'rinadi. Kirishimizda mana koridordan xonaga kiramiz. Koridor ham kengina mana qimmat yaxshi eshiklardan qo'yishgan. O'ng qo'ldan boshlaymiz. O'ng qo'limizda birinchi xona joylashgan. Havoylanish uchun yo'q demoxotlar qoldirilgan. Ko'rasizlar, lustralar ilingan. Bu birinchi xonamiz. Uyimiz topli polda, radiator desiydi. Bu xonamizning to'g'risida oshxona. Oshxona mebellariga qo'ygan qaranglar. Duxontini kotelga qo'ygan. Oshxona mebellari o'rnatilgan. Shuni ko'chib kelasizlar. Oshxona razmeri ham kattagina. Mana shu o'zi maza qilib oilaviy nonushta o'tirsanglar bo'ladi. Endi shu yuramiz. Ko'ribsizlar, koridorga konditsionerlargacha qo'yib qo'yishgan. Lekin hech kim yashagan emas. Olib, mana konditsionerlar ham qo'yib qo'yishgan, ustralar ilingan. Bu yerga faqat ko'chib keladigan sharoitda. Chap qo'limizda mehmonxonani ko'ramiz. Mehmonxonani qaranglar. 15 kishi, 20 kishiga mo'ljallangan mehmonxona, katta lustralar ishgan, yaxshi abo'y yopishtirilgan, remontlari zo'r qilingan. O'zi uglovoyda joylashgan bu uyimiz. O'ng qo'limizda yana bitta xona joylashgan bo'lyapti. Bolalarga mo'ljallangan, ko'rsanglar bo'ladi. Katta xona, lustralar ilingan. Svet yo'liga baribir bilinyapti, sal abo'ylari yaxshi ko'rinmayapti. Bu xonamiz yonida yana kattaligi mo'ljallangan yotoqxonani ko'rsangiz bo'ladi. Qaranglar. Xonalarga zo'r abo'ylar yopishtirib qo'yishgan. Xudo xolisa olgan odam mazza qilib yashaydi inshaalloh. Bu tarafdan orqa hovli ham tashalgan. Orqa hovliga uy yonidan kirilar ekan.
Koridor oxirisida bo'lsa, umumiy sanuzel xona, yaxshi kir mashina qo'yib qo'yilgan, ko'rasizlar. Olgan odamga mana shu kir mashina, konditsionerlar xudo xolasa bonus qolaveradi. Chap qo'limizda bo'lsa, oxirgi yotoqxonani ko'ramiz. Ko'ryapsizlar, 5 ta yotoq, 5 ta xonasi bor xonadonimizning. $105,000 so'rashyapti, startviy narxi. Ya'ni kelishsa bo'ladi. Jizzaxlaydi mahallada joylashgan. Sergeli yaqin joylardan shunaqa yangi uchastkalar o'tganlik tarqatib qo'yinglar, narxini yana kelishsa bo'ladi. Salomat bo'linglar.